Bum! Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimni, hurmatli kuzatuvchilari, do'stlar. Bugun Manoqani ko'rsatuvini 4-sonni syomka qilyapmiz, to'g'rimi? Chunki undan oldingi ko'rsatuvda 5 deb aytib adashib ketgan ekanmiz. Bizani aybga buyurmaysizlar. O'rtoqlar, like bosing, podpiska bosing va bu videoni maksimal do'stlaringizga yuboringlar. Bilmayman, bu videoni nima qilib bo'lsa ham borki, tanishligingizga ko'rsatinglar. Bizga podpiska bo'ladi, 100 mingtaga chiqishimizga ozgina qoldi. Xullas, bugungi 4-sonimizga mehmon, o'zimni ukam, shogirdim, nima desa bo'ladi, eng yaqin insonim Dushoy Vines. Qarsanglar. Xush kelibsan Dilshod. Avvalambor assalomu alaykum. Ro'zalar bilan charchamayapsanmi? Rahmat, Allohga shukr aka. Nima gaplar? Ijodda nima yangiliklar? Ijodda yangilik ko'p. Xudo xolasa, bir ikkita proyektlar qilyapmiz. Boshqa davlatda borib kontent qilmoqchimiz. Men bilaman buni, qaysi davlatdaligini, chunki birga ijod qilamiz. Albatta. Tomoshabinlar bilmaydi, qaysi, qanaqa to'liqroq aytib bersang yaxshi. Xudo xolasa, ro'za vaqti, mana hozir ro'za-ku, 1 oy o'sha ro'za, o'sha vaqtgacha biz ssenariy hamma narsani ketma-ketligini to'g'rilaymiz. Aprel oyi o'sha Tailandda ijod qilmoqchimiz. Keyingi iyun oyi esa Dubayda qilmoqchimiz. Bu qanaqa? Chunki o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz, Samarqandimizda sal kontent qilish qiyinroq, ko'tarilish ham qiyinroq. O'shaning uchun bir boshqa davlatga borib xullas ko'rmoqchimiz. To'g'ri. Chunki nima desa bo'ladi? Faqatgina inson o'zi yashab turgan joydan har 3 oy, 6 oyda chetga chiqib, o'zi aynalib, o'zi aytadi-yu, agar bilim olmoqchi bo'lsangmi, dunyo kezma degan gap bor. Dunyo kezish kerak, o'rtoqlar. Nima deydi, fikrlashni ham, dunyo qarashni ham ancha oshiradi. Demak, sen tayyormisan bugungi savollarga? Yo'q. Tayyorman. Tayyorman. Demak, tayyorsan. Savollarni hali hech kim eshitmagan, buni o'zimdan tashqari. Bir ikkita savol o'qib bak hozir. O'zimni ham kulgim kelyapti. Xo'p, bering, hali mana bitta ko'raylik, tomoshabinlar ham ko'rsin. O'rtoqlar, shu joyda pauza qilib turamiz va agar kim podpiska bosmagan bo'lsa, bosishlaringni iltimos qilib qolamiz. Aytguncha qasamyod qilib yuboray. Qasamyod. Qasamyod. Hamma savolga to'g'ri javob beraman. Hamma savolga to'g'ri javob berasiz? Yo, beraman. Beraman. Boshlovchini hurmat qilaman. Boshlovchini hurmat qilaman. Boshlovchini akamdek ko'raman. Boshlovchini akamdek ko'raman, rostdan ham. Jiga, atleshi. Qora adaqalar. Eshlab. Plus siz nomer adinsiz. De. Boshlovchi siz nomer adinsiz. Siz nomer adinsiz. Plus tayyor bo'lsang, bizda birinchi savol. Shu kungacha nechta qizni videoga chiqargansan va nima uchun bitta qiz bilan bir oydan ortiq kontent qilmaysan? Misol uchun 3 ta, undan ziyodiga o'sha qiz bilan ishlamaysan. Nima sabab? Hozir siz bitta o'q bilan 3 ta qo'yaverasiz. Bitta savolingizda 3 ta savol. Xo'p, birinchi savolingiz, nechta qiz bilan chiqqansan deyapsiz. Ishonasiz, mana bu qo'llar bor-ku, sanama yetmaydi-da, uncha qiz bilan. Ishoning, yetmaydi. Mani borim shu, xafa bo'lmanglar, men borimni chiqarib beraman, borimni aytaman. Shunday. Ko'p sanamaganman ham, lekin aniq bilaman, 2000 tadan ko'p qiz bilan chiqqanman. What? Seriously. 2000 tadan ko'p. Keyin nimaga bir xil qiz bilan chiqmaysiz deysiz? Undan narsada qisqa qilib aytaman, yo'qmaydi, boshqasini chiqaraman. Bitta bir kishi zerikib qolasan. Zerikib qolaman. Yangiliklarga oshiqaman-da, nozim. Yangi kashfiyotlar, yangi joylar, yangi tog'lar, yangi bog'lar deydi. Xullas shunaqa. Tamam. Yaxshi. Demak, bizda ikkinchi savol. Do'mbirachalar bilan kutib olinglar. Xullas, ikkinchi savol. Hozirgacha hayotda, umuman hozirgacha hayotda nimadan qo'rqasan? Shu hayoting davomida nimadan qo'rqasan? Zo'r savol bo'ldi lekin. Nima bilan boshlaymiz? Rivoji beravringlar. Nimadan qo'rqaman? Endi bu oilaviydan tashqari ijod tomonlama gaplashyapsiz, to'g'rimi? Yo'q, mana hayotiy, misol uchun, men masalan hozirgacha yangi tanishuvdan qo'rqaman. Kimdir bor, faqat hayotida balandlikdan qo'rqadi. Tushunyapsan? Bitta qo'rquv bor seni ichingda. Tushunyapsan? U universalniy narsada nimadan qo'rqasan hayotda?
yaqinlarimni yo'qotishdan qo'rqaman. Yaqinlaring. Ha. Agar Ya'ni oila a'zo. nafaqat oila a'zo, misol uchun siz yonimda yurasiz sizdan yoki kim men bilan yurgan bo'lsa, yana atrof hammani qobig'i bo'ladi-ku, o'shalarni tam yo'qotishdan qo'rqaman. O'zi menga shunaqa javob kerak edi, chunki Dilshodda ham bir ichidagi narsalarni chiqarish maqsadida shunaqa savollar tuzganda. Bu o'zi nimaga Dilshod chaqirdim? Dilshod o'zi chaqirmoqchi emas edim, to'g'risi. Nima dedi? Buni yaxshi tarafini ham, yomon tarafini ham ochiq ko'rsatish kerak va fikrlashini ham shu bahona bilib olasizlar. Bu inson qanday fikrlaydi o'zi, qanaqa narsaga ahamiyat qaratadi, shu narsani ham bilib olasizlar. Like bosinglar, podpiska bosinglar. Shu bahona tiqib ketmasam bo'lmaydi. Demak, 3-savol. Shu yoshinggacha nechta qizga uylanaman deb alda va'da berib, gaplashib tashlab ketgansan? Qog'oz bilan ruchka kerak. Bo'laydi, har tak uylanasan deb tashlab ketgan. Tak. Uylanaman deb. Yo, qarang. Bitta narsani sizga hayot qonun qoidalarini tushuntiraman. Hozir 21-asrga. Xo'p. Endi men uylanaman deb aytgan bo'lishim mumkin, maktab davrida va eslolmayman ham. Lekin hozir qizlarga uylanaman deb gaplash kerak emas. Prosta do'st bo'lish kerak, tushunyapsizmi? Do'st bo'lsangiz ham uni dugonasini uchrasha olasiz. Do'st bo'lsangiz ham siz u bilan do'stsiz. U o'ylaydiki, endi do'stim deydi, sevmasan, endi yurasiz misol uchun. Sevishgandan ko'ra do'stlik yaxshi. To'g'ri qabul qiladi ba'zan. Qarz so'rashing mumkin. Yashang. Uyda qolishing mumkin. Yashang. Endi qarz so'rash o'g'il uchun sal netoyu, ikkinchi variant ham yaxshi, qulay, uyda qolishing mumkin degan. Demak, bizda 4-savol. Bir haftada necha marotaba cho'milasan? What? Ayna. O'zi har kuni men o'zi ko'p uxlaymiz, to'g'riroq, ko'p uxlab qolaman. Soat o'zi 10-11 larda turaman. Shunda turaman, birdan yuz qo'lli bo'lib cho'milib, keyin ko'chaga chiqaman. Chunki bir tomondan ishlar yaxshi bo'lsin, ikki tomondan o'zimga ozodalik, uchinchi tomondan gigiyena uchun. Shunaqa. Yaxshi, 5-savolni beraman. Bolaligingda o'g'irlik qilgansan, esingda qolganini ayt. Nima o'g'irlagansan, keyin nima qilgansan? Sen bittasini aytib, to'liqroq ma'lumot berishing kerak. Voy, hech hali esimdan ketmaydi lekin bori. Lekin o'g'irlik qilganman bolaligimda, to'g'risi. Keyin o'sha o'g'irlikka moyil mana ochiq yashirmasdan aytaman, ancha oldingi narsa, vaqtlari endi birinchisi, ikkinchisini bu, lekin esimdan, lekin как положено esimdan, hech narsadan. Qo'shnimiz ana undanda, Sirdaryodan-da. Sirdaryo nimasi bor? Qovun bor. Sirdaryo qovunlari zo'r. O'sha Sirdaryodan xullas qovun olib kelardi. Qovun parvozlar bizni uyga yonma-yonda. Men kichkinaginaman. Shuna borardim, abit vaqtlari hamma uxlardi-da, yozda endi hamma uxlardi. Shuna borardimdagina qovunchani kichkinachalarni ko'tarardim. Ya'ni o'shanisi katta qovunlar ko'tara olmasdim, kichkinachalari ana qurt yeganlari bo'ladi-ku, shunaqalar ko'tarib, men bunaqa qilib ketaverardim. Endi o'sha momom-da, endi momo deymiz bizda momo deymiz. O'sha momom ko'rib turardi, taka indamasdi-da, shunaqasi. Ha, yoshman, kanaqa. Xullas shu qovun ko'p o'g'irlardim. U ham indamasdi ko'rib turib. Ha, undan keyin bo'lmaydi. Ayam bor qovunlar tashib kelaveradi, o'g'irlab kelaveradi. Tashib kelaveradi, o'g'irlab kelaveradi. Xullas arabi borga, bilasan. Abab nima, esimdan chiqib qoldi hozir nima. Nima? Yaxshi javob. To'g'ri, menda bilasanmi? Hozirda nima ko'p yuz beradi? Ko'chadan pul topib olaman. Tushunasanmi? O'zing ham guvoh bo'lgansan. Ko'p pul topib olaman. Kichkina masalan 5 ming, 10 ming emasda $100, 1 million, 200 ming so'mliklar bilan. Rostdanamda. Aka, men hozir ham o'g'irlik qilaman-da. Nima? Qizlar yuragi. Oh, sersammayo. Yaxshi javoblar. Nima deydi? Pozitivniy javoblar bo'lyapti. Demak, bizda 6-savol. Qizlar kvartirasiga chaqiryapti seni. Dilshod aka, keling, bugun uyda hech kim bo'lmaydi. Kelyapti, boryapsan. Senga xarajat qildiryapti. Prosta semichga chaqib o'tirib, qaytib chiqib ketyapsan. Shunaqa holat bo'lganmi? Bo'lmaganmi? Yo'q, qarang.
Qizlar chaqirsam ham birinchidan bormayman. Yo'q. Shoxsin to'chitolmadi. Yo'qmasman. Yo'q, bormayman. Sababi biz san'at sohasida yuramiz. Kim qanaqa yo'l bilan chaqiryapti, nima qilyapti deb bilmayman. Uni yoqtirmayman chunki o'ylayman. Nima maqsadda chaqiryapti? Da, nima maqsadda chaqiryapti? Qizlarga bizni ko'zimiz to'q. Ha, to'g'ri. Qizga ko'zimiz Bu borasida men shuni nima deydi, o'zim qo'shilaman shu fikrga. Misol qolganlarini qo'llab-quvvatlamasligim mumkin, lekin shu xullas shunaqa yapma-da. Anavi joyga simichka dars oldi. U bo'lgan. Toshkentdan qiz kelgan, ular bloger qizlar. Короче, походка нормальный, jossachada. Astag'firullah, ro'za. Lekin haqiqat, shunasi haqiqat. Keyin xullas o'sha qiz kelgan, ular restoran, klublarga tam maza qilib olib borib, endi mehmon o'qiyapmiz. Biz samarqandliklar mehmondo'st xalq, to'g'rimi? Agar kim samarqandlik bo'lsa, kommentga yozib ketinglar. Qisqa reklama. Xullas, mehmon o'qiganmiz. Keyin u aytgandi-da, men Toshkentdan keldim, gastron birga turaylik degandi-da. Tushunayapsizmi? Ikkita qiz, lekin birga turaylik degani. Voy, bak, ma'qulsan. Keyin qarasak, hamma narsa bo'lib, ancha xarajat qilib, gastinsani ham o'zim gaplashib, o'zim pulini beraman, hamma narsa bo'lyapti. Bo'pti, sog' bo'ling degan ham siz bilan uyalarkanda, dedi, ha, meni qadimdagini shundoq ketdim. Keyin ichimdan aytdim, o'yladim, Dilshod dedim, qiz bolaga dedim, rasxat qilding birinchi marta dedim. Xullas shunaqa bo'lgan. Chiqib ilonni bo'g'ib ketgan. Xullas, 7-savol. Dilshod, buni sendan kamiylik emas. Xo'p. Bu seni endi o'zing maqsading yo'lida nimalar qilishga tayyorsan, shuni ko'rsatib beradi. Mana oldingda blogerlik bor. Eng yaxshi ko'rgan hobbing menimcha blogerlik hozir, to'g'rimi? Ishing ham hozirgi. Shu blogerlikni tanlaysan yoki yo zo'r bloger bo'lib ketasan, yo mashhur inson bo'lasan, yo bo'lmaysan. Senga tanlov berilyapti-da, sendan boylik, mansab, oila, sevgan ayoling, yaxshi ko'rgan do'stlaring, shulardan bittasidan voz kechi deydilar. Tushundim savolingizga, rahmat. Lekin men hech qachon oilamdan, yaqinlarimdan pulni deb nima qilmayman. Yo'q, blogerlik, mashhurlik uchun men oilamdan kechmayman. Tanishlarimdan kechmayman. Yo'q, bu yoqda anaqa ham bor. Boylik ham bor, sog'liq ham bor, yo boshqa hobbilaring umuman. Yo'q, men hozirgi holatim qanday bo'lsa shundoqligicha qolishni xohlayman. Chunki mana biz endi o'sayotgan yosh avlodmiz, tushunyapsizmi? Bizni hali kelajagimiz bor, xudo xolasa. Endi mendan menga beradigan bo'lsangiz bu savolni men o'zimga ishonamanki, ko'proq, ya'ni siz kim bilan qiyoslatmoqchi bo'lgan insonlaringiz darajasigacha hali boraman. Chunki ular ham birdan bo'lib qolmagan-da. Shunday. Asosdan mehnat qilib, qiynalib, toshlarda yiqilib, krossovkalar yirtilib, tog'ga tirmashib chiqqan. Lekin bitta gap bor-da, men ham shu sohada ozgina yurganimda aytishardi. Bu sohani nonni yeyish uchun nima deydi, temirdan tishing bo'lishi kerak. Biz hali uncha zo'r kirib borganimiz yo'q, endi kirib boryapmiz, o'zing aytganingdek. Nimadandir kechmasang nimagadir erishmaysan deydi-ku. Menimcha bu narsa xato, chunki Xudodan so'rash kerak. Mana ro'za oyi, misol rostini aytaman, men ichimdagi fikrni aytaman. Nimagadir erishmoqchi bo'lsang, faqatgina nimadan kechishing mumkin. Ozgina vaqtdan kechishing mumkin. Chunki o'sha sohani mukammal o'rganib, uni bilimlarini olib, baribir ota-onaning duosini olib, Allohning roziligini olsa, hech narsadan kechish shart ham emas. Ko'pchilik shunaqa deydi, misol uchun men nima deydi, shu darajaga erishishim uchun otamga vaqt ajrata olmaganman, onamdan vaqt ajrat. Bu narsa xato deb bilaman. Xo'p, ozgina yig'i-sig'ilardan keyin biz 8-savolga o'tamiz. Birinchi marta sigaret, aroq, piva, nos chekkansan, to'g'rimi? Birinchi marta bo'lganki, qachondir? Hammasidan bo'lganki. Men 200 dan emasman, yaxshi. Hammasidan bo'lgan. O, shunisi kerakdi, rahmat, Addisha. Hammasidan bo'lgan. Chunki necha yoshingda boshlagansan, bittasini qilib ko'rgansan. Ko'rganman aka. Bundoqda erkak kishi qamasdan keyin qilsa, u doimiy ketadi. Qilib ko'rib, endi
bilib yoqmay tashlab ketsa, u doimiy ketmaydi. O'sha kuchli erkak ham Hisoblanadi. Yashang. Xo'p. To'yda bo'lgan, qishloqda yashayman-da. O'zi aslida qanaqadan Oqdaryodanman. Qo'shnimiz to'y qilyapti, biz bordik, o'tirdik. Bolachilarni nima qilib kichkina bo'lganmiz, juda kichkina edim aka, ishonmaysiz. Lekin esimda shu realniy aroq bolalar o'zim katta yoshlilar, chunki faqat katta yoshlilar bilan yurganman, solyapti. Ichyapti. Shunda ko'taryapman. Tam aroqmi tushyapti. Kichkina bola aroq ko'taryapman. Tagi sovmasin deb. Tagi sovmasin. Keyin orqasini. Bitta o'rtog'im sigaret chakishni o'rgatgan. Yo'q. Chaktirgan. Majburlab emas. Allab chaktirgan. Короче, bitta chakib ko'rdim. Faqat normal bo'lasan dedi. Keyin shunaqa bo'ldi. Oddiy sigaretdan. Endi biz bilmaymiz-ki aka. Sigaret chekkanman. Уже вообще miya mamnaqa holat. U ham bo'lgan. Endi nosga aytaman. Nos ham chakkanman. Kim chaktirgan? Bizni tanishim, u ham jo'ram. Eng pidarast narsa. Sotamiz. Do'stlardan chiqadi. Sotamiz. Kimligini aytaylik, sotamiz. 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 Sotmaylik bitta pidarast jo'ram chaktirgan, qo'pol qilib aytganda. Taniyman-da, prosa ayta olmayman. Shunaqa. Keyin yana nima qilishga qilgan bo'lish kerak? Aka, unaqa. Yo'q, bo'ldi. O'zi aslida hammasini aytishing shart emasdi. Shu birinchi marotaba qaysi birini chekkansan, o'sha bittasini aytib ber degan. Qaysi biridan boshlagansan? Aroq boshlagansan. Birinchi aroq ichganman. Yillar mobaynida keyin sigaret nosib ko'rganman. Hozir lekin yo'q unaqa narsa. Men ayta olaman. Kim chektirgan menga bilasan? Men to'g'risini kim nima desa desin, men hozir 24 yoshdan 25 yoshga qarab ketyapman. Hali 25 ga kirganim yo'q. 21 yoshda, 21 yoshimda o'quv markazida o'qib yurgan vaqtimda Asqarni taniysizlar. Ana shu iplos o'rgatgan menga, ana shu chektirgan. Ishon 21 yoshimgacha sigaret chekmaganman. Yo'q. Ha? Nosam chekmaganman. O'lsa o'mas chektirdi. O'l, iplos. Birovni orqasini g'iybat qilmaylik, chunki o'zi ham shu yerda, shunga haddini sig'ib bemalol gapiryapti. Asqar rozi bo'lasan. Demak, bizda 9-savol. Qizlardan pul olib, qaytarib bermagan vaqting bo'lganmi? Yo'q. Adashib bo'lsa ham. Umuman o'zi qizlardan pul olganmisan? Qizlardan pul qanaqa? O'sha vaqtning o'zida biror narsaga yig'ib olish uchun qo'ldan olganman. 10 mingdan qarz deb olmaganman. Yo, misol uchun, masalani bemalol so'rayman, kelishib 5 ming berib tur, rozi beraman deysiz deb. Yo'q. Unaqa vaziyat bo'lmagan. Yo'q. Chunki qizlardan qarz olgandan ko'ra o'zim shuna borib bosib o'ldirib yuborganman. Qo'pol qilib aytganda, endi yomon so'z yo'q, kerak emas. Chunki qarang, men shunaqa alfos tanishlarim bor, hozirgacha bor. Yaqinda ham bo'ladigan holatda aytaman. Jo'ra dedi. Bitta joyga deyapti, Toshkentga deyapti. Nima qilasan? Bitta zo'r tolkalar bor-da dedi. Mashinalar bor, pullari bor dedi. Uyi bor dedi. Faqat yotamiz, bizani boqadi dedi. Keyin nimadan bilasizmi? Mana! Men nima deyman bunaqa narsani yo'qoldi bundan ko'ra o'zimni osib o'ldirgan yosh qiz boladan va pul olgandan, narsa kutgandan. Bitta savol bersam maylimi, Dilshod? Ko'pchilikka baribir qiziqda, ko'pchilik nima deydi? Shu narsani beryapti. Endi hammaga bittadan tushuntirmaysan-da, shuni sellik qilib masjidda ko'rsanglar bo'ladi desang bo'ladi. Mana Doni Crash bor. Doni Crash bilan bitta jamoa edinglar. Men ham sizlarga qo'shilganman ancha vaqt ishlarim bilan. Prosta video uchun men sizlar bilan ko'proq yura olmayman deb aytganman, o'zing ham bilasan. Shunday. Nima sababdan sizlar mana qalin jo'ra edinglar? Nima sababdan sen alohida ijod qilib ketding? Va u alohida ijod qilib ketdi. Men buni bilaman o'zi aslida. Prosta tomoshabinlarga men buni ham uni ham tarafini olmagan holatda nima deydi? Neytral inson sifatida buni fikrini bilmoqchiman, sizlarga yetkazmoqchiman. Hammani hayotda o'z yo'li bor ekan. Men ham o'z yo'limda ketdim, u ham o'z yo'lida ketdi. Balkim bo'lar birga nima qilish vaqti kelib, lekin hozir emas. Chunki men o'zim katta narsa, ko'p narsadan kechganman, kattaroq natija oladim. Kichkina narsalar uchun men e'tibor bermayman.
Ili u bilan urushib hozir kelishganmiz, salom alaykum qilamiz, ili faqat ko'chada ijod tomonlamaymiz. Tushunarli. Demak, bizda 10-savol. Daryoda yo ariqda kichkinaligingni sen ham qishloqdansan bilaman. Cho'milgan vaqtingda turistliging oqib ketganmi? What? Siz qayerdan topasiz bunaqa savollarni? Просто kelib qoldi kallamga. Bo'lgan u oqib ketmaydi, tashlab ketib qolganmiz-da, chunki Qanaqa onamiz kelsa? cho'p bilan izlab kelardi, biz cho'milish ketardik, cho'p bilan izlab kelardi. Shunaqa holat bo'lgan. Demak, xo'p, Dilshod, bizda demak ikkinchi qism, ya'ni 3 ta shartli savollarni beraman. Shartlarni bilasan, xabaring bor. Tomoshabinlarga tushuntirib o'tmayman. Ko'rganman. Demak, tayyorsan, to'g'rimi? Albatta. Demak, birinchi shartimiz, birinchi jahon kubogi, ya'ni futbol bo'yicha jahon chempionati kubogi nechinchi yilda o'tkazilgan? Bilmayman. Bilmaysan. Yo'q, futbol qiziqmayman umuman. Shart bajarasanmi yo Shart bajaramiz, aka. nima shart? Bilmadim. Xohlagan shart. Istoriya qo'yasanmi sen ham? Yo'q. Nima qilasan? Pul berasanmi? 50 ming. Xohlasangiz beraman. Ber, 50 ming ber unda. 50 ming berar ekan Dilshod. Xohlasangiz 100 dollar beraman, maydon qilib qaytaravering. Falsifkami? Xo'p, mayli, oxirida bajartiraman va xohlasangiz mana 50 ming so'm aka. Mana 50 ming. Bu falsifka emas bu, lekin esingizdan chiqarmang. Falsifka. Meni ota-onam nahotki shu uchun dunyoga keltirgan bo'lsa, nahotki shunchaki просто tak pakayfi o'lib ketsam. Falsifka emas edi. Shuni olsam bo'lar ekan, aka. Kalla ishlamaydi-da, qaranglar. Demak, bizda ikkinchi shartli savol. Tayyorman. Cristiano Ronaldo. Bu aytgancha bu ham Realchida kamiga. Peshonam sho'rligini ko'ryapsanmi? Hamma Realchi. Barsachilar nima bo'lyapti? Nechinchi o'ringa ketyapsizlar? 3-chi. Молодец, ukam. Bo'ldi shu. Plus Ronaldo, Cristiano Ronaldo nechanchi yil oltin to'p. Bilasanmi, dumaloq bo'lar. O'tgan yili Neymar ololmagan oltin to'pni. Birinchi marotaba nechinchi yil olgan? Shoxsiz bilasizmi? Bilmayman. Bilmaysan? Yo'q. Bilarsan balkim. O'ylab ko'r, variant beraymi? Variant beraymi? Qarang, agar hayotiy tajribamdan chiqib kelib aytadigan bo'lsam, to'pni bilmagan edim, lekin Butsini 2007-yil olgan Ronaldo. Agar 2 yildan keyin beriladigan bo'lsa, shu 2009-yil. 2009. Qarsaklar. Nimaga? Tabriklayman, topding. Buni ichidan 1000 so'm beraymi yo ikkinchisiga qo'shib beraman? Qo'shib berasiz. Xo'p, mayli. Zato birinchi 50 ming bor-da, to'g'risida. Demak, bizda 3-shartli savol. Tayyorman. Nyutonni bilasan? Da. To'g'rimi? Nyuton. Butun olam tortish qonunini kashf qilgan inson. Ohm qonunini ham kashf qilgan. Bunga yoqadigan qonunda. Rostdan bu qanaqa noto'g'ri tushunmaydi u rostdan. Men hech narsa deganim. Xo'p. Xullas, o'sha qonunni nechanchi yil kashf qilgan? Nyuton qonuni. Ha, variantlar bor. Aytmoqchi, senda bonus bor edi, shuni aytish esimdan chiqib ketdi. Senda bonus bor. Ikkita bilmaydigan noto'g'ri savolni chiqarib olishing mumkin edi, faqat bitta anaqada. Savolda edi. Mana shunga yordam berib o'raman. Chota soqqalar olib ketaman deyman-da. Xo'p, demak ikkitasini aytaman. Tayyorman. Ikkitasini chiqarib o'raman avtomatik. Baribir bu bilmasa kerak deb o'ylayman. 1678-yil, 1687-yil. Qaysi birida kashf qilgan? Ko'p narsani tavakkal qilardim bo'lgandan keyin. Bitta qizni tavakkal qilib sevib, tavakkal qilib bo'lgan, 4 ta farzand bo'lgan. Hazil, albatta bu hazil. 1687-yilda taxmin qilib ko'raman. 1687. Albatta. Tabriklaymiz o'rtoqlar, tabriklaymiz. Qarsaklar. Tabriklayman. Hech qizning nimang faqat. 30 ming zdachchi ber. Qarang, 50 ming so'mni yana o'zimga qaytib, yana 30 ming zdachchi beraman. Bugun anaqa iftorlik qilaman. Xullas, Dilshod, tabriklayman. Rahmat. Bu pulni ber.
Men kistamga solib uyga olib ketaman, iftorlik qilamiz. Tabriklayman. Tabriklayman. O'rtoqlar, shunday qilib bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Senga kattakon rahmat Dilshod. Podpiska bosinglar, like bosinglar. Nima deydi? Seni ham podpiskalaring bo'lsa, fikr bildirib, nima deydi? Salom yo'llashing mumkin. Hali barcha narsalar hali oldinda sizlarni zeriktirib qo'ymaymiz degan umiddamiz. Hali bu faqat podkast, ya'ni Manoqani ko'rsatuv bo'la qolmasdan ajoyib videolar ham profilimizda bor. Obuna bo'lishni unutmang. Barchaga rahmat. Sog' bo'lasizlar.